Oynab gülüp ketuvden kettim bu dep. Şamga barib şu haberini eshitdim. Bolam, senga qo'l ko'targanlarga vallahi bordi bolam. Ular ham boradi bir kun joyiga. Seni alningga. U dunyoda salomlasharsan bolam. Yurt elimiz tinch olsin buni buyaqisi. Hammalar tinch ishlab yururlar, o'ynab kulib, ish qilib. Hech kim Alisher bolamdaka bo'lmasin. Ish bilan jo'g'la kelyapmiz. Hurmatdan talab qilaman. O'ltirganlar jazosiz qolmasin. Bolam yosh jonini uvol qildi. Bitta bolasini yetim qildi. Qo'l ko'targanman nima bo'ladi ular? Bolam haq yo'lida ketdi deb men o'ylayman. Butun dunyo bilar ekan bolamni nima ish qilganini. Agar noto'g'ri ish qilganda hamma yaxshi demasdi bolam. Hukumatdan talab qilaman qotilini topib jazolashini. Sedaver bolam. Akamda javob berdi. Xudoga shukr. Ortida qizi qoldi, tuyoq qoldi. Endi Xudodan tilab otam, otasini o'xshab turasiz. Ko'yini ochiq, dili ochiq. Shu eliga, yurtiga xizmat qiladigan qiz bo'lsa deb shuni Xudodan so'rayotamiz. Bilimlari shariatga ota Sqaboys men siz yo'lingizni yo'lda aytaman. Jurnalist bo'layim degan o'yin aytganda endi bunday aytganda. Shunday aytgan bolam. Bu ham bir Xudodan emasi. Shu niyat qilsin, yaxshi kasb egasi bo'l. Shunga otasi pato bergan. Men aytganman, jurnalist kasbida shu yo'l qurganda, ko'prik solganda. Meni bayladirgan ikki insonni, ikki mamlakatni dunyoda ko'proq hisoblanib jurnalist kasb. Bu Alisher akam boshlig'imiz bo'lchayli. Biz ondan keyin 4 inis qoldik. Annem tanzalna sağ olsun.